والله يا اخويا الكرام هذه Allohga qasam, ey birodarlar, bu qizcha uvib yotibdi. Allohga qasam, kiyimlari ham xo'l bo'lib yotibdi. Hammasi shu yomg'ir bilan birga nobud bo'ldi. Bu qizchani nima aybi bor? Uning qanday aybi bor edi? Ey musulmonlar, ey Allohga iymon keltirganlar. Allohga iymon keltirganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirganlar. Qayerda sizlarning g'ayratingiz? Qayerda tuyg'ularingiz? Qayerda vijdonlaringiz? Sizlar qarsak chalmoqdasiz. Zolim hukmdorlarga qarsak chalmoqdasiz. Biz musulmonmiz, sizlar kabi. Biz ham his qilamiz. Allohdan so'rayman. G'azo ahliga yordam berganlarga Alloh sizlarga o'z fazli bilan ikrom qilsin. Va Allohdan so'rayman, kim G'azo ahlini yolg'iz qoldirgan bo'lsa, Alloh va uning payg'ambarining shafoatidan mahrum qilsin. Sizlar bizga go'yo hech narsa bo'lmagandek qarayapsizlar.